Navbatdagi darsimiz bo'yicha topshiriqlarni ko'rib chiqamiz. Bu topshiriqlarni siz bajargansiz degan umiddaman. Bajarilgan topshiriqlarni solishtirib olasiz. Demak, ikkita topshiriq bor. Birinchisi shotlarni yozib chiqing. Demak, biz ko'rgan shotlar berilgan, nomiga shotlarning nomini qo'yib chiqishingiz kerak edi. 50-10 shot korxonaning kassasidagi pullarni hisobga oluvchi shot, 51-10 shot korxonaning bank hisob raqamidagi pullarni hisobga oluvchi shot, 10-10 shot korxonaning xomashyolarni hisobga oluvchi shot, 29-10 shot bu korxonaning tovarlarini hisobga oluvchi shot. 43-10 shot bu oldindan o'tkazilgan bonaklarni, ya'ni chiquvchi bonaklarni hisobga oluvchi shot. 63-10 shot bu kirib keluvchi bonaklarni, ya'ni xaridorlardan olingan bonaklarni hisobga oluvchi shot. Bonak degani avans degani, ya'ni oldindan o'tkazilgan pullar yoki oldindan olingan pullar. 60-10 shot mol yetkazib beruvchilardan bo'lgan qarzlarni hisobga oluvchi shot. 46-10 shot ta'sischilardan bo'lgan qarzlarni hisobga oluvchi shotlar. 01-30 shot bu korxonadagi asbob uskunalarni hisobga oluvchi shot. 83-30 shot korxonaning ustav kapitalini hisobga oluvchi shot. Keyingi masalada jadvalda keltirilgan ma'lumotlar asosida buxgalteriya o'tkazmalarini bering. Demak, bizda jadvalda ma'lumotlar berilgan ekan. Birinchi masalada korxona hisob raqamida 10 million so'm qoldiq bor edi. Hisob raqamidan korxona kassasiga 2 million so'm pul o'tkazildi. Demak, shu o'tkazmani berishimiz kerak. Korxonaning bankdagi hisob raqamini 51-10 shot tarkibida yuritamiz. 51-10 shot bu aktiv shot hisoblanadi, ya'ni mulkni hisobini yurituvchi shot. Hisob raqamidagi qoldiqni aktiv shotlardagi qoldiqlar debitga qo'yiladi. Demak, hisob raqamida 10 million so'm pul bor edi deganda biz 10 million so'mni debit tomonida qo'yamiz. Korxona hisob raqamidan korxona kassasiga 2 million so'm o'tkazildi. Demak, kassani hisobga oluvchi shotni ochamiz. Bu 50-10 shot. Korxona hisob raqamidan 2 million so'm o'tkazildi deganda, demak 51-10 shotdan 2 million so'm chiqib ketdi. Aktiv shotning kamayishi kreditda bo'ladi. 2 million so'mni biz kreditlaymiz va bu korxona kassasiga kelib tushdi. Kassa bu aktiv shot hisoblanadi. Uning ko'payishi debitda bo'ladi. Demak, bir aktiv shotimiz kamayib, ikkinchi aktiv shotimiz ko'paydi. 51-10 shotni kreditlab, 50-10 shotni debitlarkanmiz. Qoldiq. 51-10 shotimizda 8 million so'm qoldi. Chunki 10 million so'm bor edi, 2 million so'm chiqib ketdi. 8 million so'm qoldi. Biz buni debit tomonda yozamiz. Aktiv shotlarning qoldig'i debitda yoziladi. 50-10 shot ham aktiv shot. Kassada qoldiq yo'q edi. Kelib tushdi. Kassadan pul chiqib ketmadi. Demak, 2 million so'm qoldiqni debit tomonida ko'rsatamiz. Keyingi jarayon. Korxonaning xom ashyo qoldig'i 3 million so'm edi. 5 million so'mlik xom ashyo oldi. Demak, korxonada 3 million so'mlik xom ashyo bo'lgan, yana 5 million so'mlik xom ashyo olgan. Shu o'tkazmani berishimiz kerak. Esingizda bo'lsa, o'tgan darsda biz tovar olamizmi, xizmat olamizmi, ish olamizmi, xom ashyo olamizmi, asosiy vosita olamizmi, nima olishimizdan qat'iy nazar olgan vaqtimizda qarzdorlikni tan olamiz degandik. Demak, bu o'tkazmani berishimiz uchun biz xom ashyoni hisobga oluvchi shot va mol yetkazib beruvchilardan qarzdorlikni hisobga oluvchi shotlarni ochib olamiz. Bunda 10-10 shot xom ashyoni hisobga oluvchi shot, 60-10 shot bu mol yetkazib beruvchilardan qarzlarni hisobga oluvchi shot. Masalamizdan ko'rinib turibdi, 3 million so'm xom ashyoda qoldiq bor edi. Demak, korxonada 3 million so'mlik xom ashyo bo'lgan. Korxona yana 5 million so'mlik xom ashyo oldi. Xom ashyo olganimizda bizda qarzdorlik yuzaga keladi. Demak, 5 million so'mlik qarzdorlikni tan olamiz. Biz mol yetkazib beruvchidan qarzmiz deymiz. Va bu qarz evaziga bizga xom ashyo kirib keladi. Xom ashyoda debit tomonida 5 million so'mni yozamiz. Demak, xom ashyo oldim deganda menda aktiv ko'payadi. Xom ashyoni hisobga oluvchi shot bu 10-10 shot. Aktivni ko'payishini biz debitda yozamiz. Demak, xom ashyo oldim deganda 10-10 shotni debitlaymiz. Mol yetkazib beruvchidan qarz bo'ldim deganda biz 60-10 shotni kreditda yozamiz. Chunki passiv shotlarning ko'payishi kreditda bo'ladi. Qarz bo'lganimda qarzim ko'payadi. Demak, xom ashyo olganimizda biz
mol yetkazib beruvchidan qarz bo'lar ekanmiz va xomashyoyimiz ko'payar ekan. Bunda 60 shotni kreditlar ekanmiz va 10 shotni debitlar ekanmiz. Keyingi jarayonda korxona hisob raqamiga 8 million so'm qoldiq bor edi. Hisob raqamidan 3 million so'm xomashyo qarzi uchun to'lov qildi. Demak, korxonaning hisob raqamida 8 million so'm puli bo'lgan. Shu puldan 3 million so'm xomashyo uchun qarzini to'labdi. Demak, bu o'tkazmani berish uchun bizga bankdagi hisob raqamini hisobga oluvchi shot 51 shot kerak va korxonaning qarzini hisobga oluvchi 60 shot kerak bo'ladi. Demak, 51 shotni ochib olamiz va 60 shotni ochib olamiz. Demak, masalamizda 8 million so'm hisob raqamimizda qoldiq bor edi dedik. Aktiv shotlarning qoldig'ini debitda qo'yamiz. 8 million so'm qoldiqni qo'ydik. Biz 3 million so'm xomashyo uchun qarzimizni o'tkazib berdik. Qarzimizni 60 shot hisobiga yuritiladi. Biz oldingi masaladan ko'rdik, bizda 5 million so'mlik qarz bor. Demak, qarzimizni boshlang'ich qarz sifatida 5 million so'mni kredit tomonida ko'rsatamiz. 3 million so'm qarzimiz uzildi deganda bizni hisob raqamimizdan 3 million so'm pul chiqib ketadi va mol yetkazib beruvchi hisob raqamiga borib tushadi. Keyin bizni qarzimiz uziladi. Demak, harakat bizni hisob raqamimizdan boshlanadi. 3 million so'm hisob raqamimizdan pul chiqdi deganda 3 million so'mga 51 shotni kreditlaymiz. Aktiv shotlarning kamayishi kreditda bo'ladi. Va bu pul hisob raqamimizdan mol yetkazib beruvchiga borib tushdi va mol yetkazib beruvchi oldidagi qarzimiz uziladi. Mol yetkazib beruvchi oldidagi qarzimiz 60 shot. Bu passiv shot. Buning kamayishi debitda bo'ladi. Demak, qarzimizning kamayishini debitda ko'rsatamiz. Natijada hisob raqamimda 5 million so'm pul qoldi. Va 5 million so'mni debitda ko'rsataman. Xomashyodan mol yetkazib beruvchi oldida esa 2 million so'm qarzim qoldi. 2 million so'mni kreditda yozamiz. Aktiv shotlarning qoldig'i debitda, passiv shotlarning qoldig'i kreditda ko'rsatiladi. Keyingi jarayonda korxona hisob raqamiga xaridorlar tomonidan tovar uchun oldindan 15 million so'm bonak avans o'tkazildi. Demak, bizning hisob raqamimizga oldindan bonak tushibdi 15 million so'm miqdorda. Jarayonda qatnashuvchi shotlarni ochib olamiz. Hisob raqamiga pul tushdi deganda, demak, hisob raqami qatnashar ekan. Mol yetkazib beruvchidan olingan bonaklarni 63 shotda yuritiladi. Demak, hisob raqamimizga oldindan bonak tushdi deganda, xaridor bizga pul o'tkazgan. Oldindan o'tkazgan. Bunda 63 shotni 15 million so'mga kreditlaymiz. Passiv shotlarning ko'payishi kreditda bo'ladi. Va hisob raqamiga 15 million so'm pul kelib tushgan. Aktiv shotlarning ko'payishi 15 million so'mga bo'ladi. Natijada hisob raqamiga 15 million so'mga pul ko'paygan. Demak, oldindan bonak o'tkazilganda 63 shot kreditlanib, 51 shot debitlanar ekan. Va oxirgi o'tkazma bu korxona hisob raqamiga 10 million so'm qoldiq bor edi. Hisob raqamidan 5 million so'm tovar uchun oldindan pul o'tkazib berdi. Demak, bizning korxonamiz hisob raqamiga 10 million so'm oldindan pul bo'lgan va tovar uchun oldindan 5 million so'm o'tkazib berganmiz. Hisob raqamimizdagi pullarni 51 shotda yuritamiz. 51 shotni ochib olamiz. Hisob raqamimizda 10 million so'm qoldiq bo'lgan ekan. Demak, 10 million so'm qoldiqni debit tomoniga qo'yib olamiz. Biz oldindan pul o'tkazib beramiz. Ya'ni bizdan chiquvchi avans bo'libdi. Chiquvchi avanslarni 40 shotda yuritamiz. 40 shotni ochib olamiz. Demak, hisob raqamimizdan 5 million so'm chiqdi deganda, hisob raqamimizni 5 million so'mga kreditlaymiz. Aktiv shotlarning kamayishi kreditda bo'ladi. Va oldindan o'tkazib berdik. Oldindan o'tkazib bergan bonakimiz biz uchun aktiv hisoblanadi. Chunki biz kimgadir oldindan pul o'tkazib qo'ydik, shu pul evaziga biz nimadir olamiz. Hali olganimiz yo'qmi? Demak, bu biz uchun aktiv bo'lib turibdi. 40 shot aktiv shot, bu shotning ko'payishi debitda bo'ladi. Demak, biz oldindan pul o'tkazib berganimizda 51 shotni kreditlab, 40 shotni debitlar ekanmiz.